Oq o'rdak. Assalomu alaykum mening ertaksevar do'stlarim. Odatimga ko'ra bugun ham sizga qiziq bir ertakni aytib beraman. Demak, diqqat qiling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda navqiron Rus knyazi juda go'zal qizga uylanibdi. Ammo to'ydan ko'p o'tmay safarga chiqishga majbur bo'libdi. Ketar chog'i knyaz rafiqasini yoniga chaqirib, unga shunday debdi: Men uzoq safarga ketyapman. Seni yolg'iz qoldirishga majburman. 2-3 kunda qaytaman. Sendan yagona iltimosim, men kelguncha xonangdan tashqariga chiqmay tur. Va imkon qadar hech kim bilan gaplashma. Aytganingizdek qilaman. Safaringiz bexatar bo'lsin. Oy borib, omon qayting. Oq yo'l. Shu bilan knyaz jo'nab ketibdi. Knyajna esa xonasiga qamalib olib, tashqariga chiqmay qo'yibdi. Oradan ozmi, ko'pmi vaqt o'tib, uning yoniga bir ayol kelibdi. U aslida jodugar bo'lib, sodda va ko'ngilchan ayol qiyofasiga kirib olgan ekan. O'sha jodugar knyaz xotinini avrab, mehribonlik bilan gap boshlabdi. Nimaga bir o'zingiz bu yerda zerikib o'tiribsiz? Axir bog'da sayr qilsangiz bo'lmaydimi? Ozgina bo'lsa-da chalg'ib, biroz ko'nglingiz yozilar edi. Yuring, sizni o'zim aylantirib kelaman. Hoynahoy diqqinafas uyda o'tiraverib, zerikib ketgandirsiz. Knyazning xotini uning gaplariga uzoq vaqt unamabdi. Chunki eriga bergan va'dasini buzgisi kelmabdi. Ammo jodugar uni shirin so'zlar bilan avrayvergach, ko'nishdan boshqa iloji qolmabdi. Ha mayli, bog'da biroz sayr qilsam hech narsa bo'lmas. Aylansam, aylanib kela qolay. Shu bilan sodda ayol jodugar hamrohligida bog'ga yo'l olibdi. Bog' juda chiroyli bo'lib, uning bir chekkasida buloq bor ekan. 2 ayol sayr qila turib, uni ko'rib qolishibdi. Shunda jodugar soxta mehribonlik bilan knyajnaga qarab shunday debdi: Kun ham juda isib ketdi. Quyoshning qizdirishini qarang. Bunaqa vaqtda muzdekkina suvda baliqdek suzganga nima yetsin? Balki mana bu buloqda cho'milib olarmiz. Yo'q, xohlamayman. Xolajon, bu nima deganingiz? Sizni o'ylayapman axir. Issiqdan lohas bo'lay deb turibsiz-ku. Suvga tushasiz-u, salqinlaysiz. Tamom. Rostdan ham cho'milsak nima qilibdi? Sodda ayol kiyimlarini yechib suvga tushibdi. Xuddi shu paytda jodugar asl qiyofasiga qaytib, darhol afsun o'qibdi. Sizaver. Faqat oq o'rdakka aylanibsiz. Afsun ta'sirida knyajna bir zumda oq o'rdakka aylanib suzib ketibdi. Jodugar esa shu zahotiyoq uning ko'ylagini kiyib, sochlarini to'g'rilab, qiyofasini o'zgartirib, uyga kirib, knyazning qaytishini kuta boshlabdi. Kechga tomon knyaz safardan qaytib kelibdi va jodugarni o'zining xotini deb o'ylab, u bilan yashayveribdi.
Shu tariqa yillar o'taveribdi. Bu orada oq o'rdak tuxum qo'yib, jo'ja ochibdi. Ona o'rdak ularni asrab, avaylab katta qilibdi. O'rdakchalar gohida qirg'oqqa chiqib, yaylovga mo'ralashar. Shunda oq o'rdak bezovtalanib, ularni koyir ekan. U yoqqa bormanglar bolalar. Yo'qolib qolmanglar. Qochib ketmanglar. O'rdakchalar esa bu gaplarga parvo qilishmas. Bugun o't ustida o'ynashsa, ertasiga yaylovga chiqishar ekan. Kunlarning birida ular ana shunday o'yin qaroqlik qila knyazning hovlisiga kirib qolishibdi. Jodugar ularni ko'rishi bilan gap nimadaligini fahmlab, o'rdak bolalarini yoniga chaqirib, rosa mehmon qilibdi. Keyin esa uxlagani yotqizib, xizmatkorlariga olov yoqib, qozon osishni va pichoq charxlashni buyuribdi. Ikkala o'rdakdan akasi yotgan zahoti uyquga ketibdi. Ammo ukasi sira uxlolmabdi. U hammasini ko'rib, bilib, eshitib yotgan ekan. Tun kirishi bilan jodugar eshik tagiga kelib, shunday debdi: Uxlab qoldingizmi, bolajonlar? Yoki yo'qmi? Buni eshitgan kichik o'rdakcha shunday deb javob qaytaribdi: Uxlamadik. Nima bo'lishini o'ylab yotibmiz. Axir qozonlar osilgan, olovlar yoqilgan, pichoqlar charxlangan bo'lsa, Uxlashmayotgan ekan-ku. Ha, mayli. Yana biroz kutaychi. Jodugar ortiga qaytib ketibdi. Oradan 1-2 soat o'tgach, u yana eshikning tagiga kelibdi-da, o'rdakchalarga savol beribdi: Bolalar, uxlayapsizmi, yo'qmi? uxlamadik. Hammamizni qozonga solisharmikin deb o'ylab yotibmiz. Ya, bu qanaqasi? Boyatdan beri bir xil ovoz javob beryapti-ku. Qana, o'zim kirib ko'raychi. Jodugar eshikni ochib qarasa, 2 aka-uka qattiq uyquda ekan. Ularning ustidan qo'lini silkitgan ekan, o'rdakchalarning nafasi to'xtab qolibdi. Tong otishi bilanoq oq o'rdak bolalarini chaqirsa, ular ovoz berishmabdi. Bechora o'rdak ularni izlamagan joyi qolmabdi. Yuragi noxushlikni sezib, darhol knyaz hovlisiga uchib ketibdi. Qarasa, hovlida o'rdakchalar qordek oqarib, tanasi muzlab yotgan ekan. Bechora ona o'rdak faryod urgancha bolalarini quchoqlab, inson ovozida yig'lay boshlabdi. Oh, bolajonlarim. Oh, jo'jalarim. Sizlarni yemay, ichmay katta qildim. Ko'z yoshim bilan sug'ordim. Tunlari uyquga to'ymadim. Shirin luqma yemadim. Bu vaqtda knyaz deraza yonida turgan ekan. U o'rdakning nolasiga biroz quloq solgach, haqiqiy xotinining ovozini tanib, shunday debdi: Vojab! Qoyil! Xotin! Mo'jizani qara! O'rdak gapiryapti. Sizga shunday tuyulgandir. Hech zamonda o'rdak ham gapiradimi? Hoy, xizmatkorlar, hoziroq o'rdakni hovlidan haydab chiqaring. Xizmatkorlar o'rdakni haydab yuborishibdi. U esa bolalarning yoniga yana uchib kelaveribdi. Oh, bolajonlarim. Oh, jo'jalarim. Qari jodugar sizni halok qildi. Qari jodugar zaharli ilon meni va sizni otangizdan ayirdi. Tezoqar daryoda cho'ktirib, bizni oq o'rdaklarga aylantirdi.
o'zi esa mazza qilib yashayapti. Knyaz bu ovozni tanib, uni yana eshitgisi kelibdi va hovliga chiqib xizmatkorlarini chaqiribdi. Hoziroq mana shu oq o'rdakni menga tutib keltiring. Xizmatkorlar zo'r berib oq o'rdakni tutishga harakat qilishibdi. Ammo u tutqich bermabdi. Shunda knyazning o'zi uni tutishga uringan ekan, o'rdak uning qo'liga kelib qo'nibdi. Knyaz uni qanotidan tutib, afsun aytibdi. Oq eman. Ortimda tur. Chiroyli qiz esa qarshimda tursin. Shu zahoti uning ortida oq qayin tikka turibdi. Qarshisida esa chiroyli bir qiz paydo bo'libdi. Knyaz unga qarab o'zining xotinini tanibdi. Knyajna unga bo'lib o'tgan voqealarni gapirib beribdi. Knyazning buyrug'i bilan zag'izg'onni tutib, bo'yniga ikkita kichik shisha idish bog'lashibdi va biriga hayot suvi, ikkinchisiga esa gapirtiradigan suv solib kelishni buyurishibdi. Qush darhol uchib borib, suvni olib kelibdi. O'rdaklarga hayot suvni sepishgan zahoti ular bir silkinib, inson qiyofasida hayotga qaytishibdi. Gapirtiradigan suvni sepishgan ekan, tilga kirishibdi. Shu bilan oila jamul jam bo'libdi va birgalikda baxtli hayot kechirib, yomonliklarni unutishibdi. Jodugar bo'lsa, munosib jazosini olibdi. Shu bilan oq o'rdakning musibatlari tugabdi. U bilan birga ertagimiz ham yakuniga yetdi. Qissadan hissa shuki, muammo va qiyinchiliklar abadiy emas. Agar yoningizda yaqinlaringiz va yaxshi odamlar bo'lsa, ularni osongina yengib o'tish mumkin bo'ladi.